O'zbekiston Jahon chempionati 2026 ishtiroki uchun qancha mablag' olishi ma'lum bo'ldi. Xalqaro futbol federatsiyasi kengashi 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etadigan terma jamoalar uchun moliyaviy to'lovlarni tasdiqladi. Bo'lajak Jahon chempionatiga 727 million dollar yo'naltiriladi. Bu rekord summa hisoblanadi. To'lovlar milliy futbol assotsiatsiyalari turnir ishtirokchilari o'rtasida taqsimlanadi. Umumiy summadan 655 million dollar sport natijalari uchun mukofot pullari sifatida ko'zda tutilgan. Jahon chempioni jamoasi uchun 50 million dollar, finalchi ikkinchi o'rin uchun 33 million dollar, uchinchi o'ringa 29 million dollar, to'rtinchi o'rin 27 million dollar, chorak finalda mag'lub bo'lganlarga 19 million dollardan, 1/8 finalda qolib ketgan jamoalarga 15 million dollardan, 11/16 finalda mag'lub bo'lganlar 11 million dollardan, guruh bosqichidan chiqa olmaganlar esa 9 million dollardan qo'lga kiritadi. Bundan tashqari, saralashdan o'tgan har bir terma jamoa turnirga tayyorgarlik bilan bog'liq xarajatlarni qoplash uchun 1,5 million dollardan oladi. Shu tariqa har bir jamoa uchun minimal kafolatlangan to'lov 10,5 million dollarni tashkil etadi. Sizningcha O'zbekiston qaysi o'rinni egallaydi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring hamda Kapital.uz kanaliga obuna bo'ling.